Ismim Durdona Magdaliyeva. Sentyabr oyida Xudo xohlasa Axim Schoolga o'g'limga kontrakt tuzib maktabga borishga niyat qildik. Farzandim 13 yosh. Sentyabrdan 8-sinf bo'ladi Xudo xohlasa. Eski filialni kuzatib borardik. Bolalarga kitobga bo'lgan mehri, ta'lim-tarbiyani, bolalarning o'zini xohishi bilan kitob o'qishini o'zi eshitib kuzatib borardik. Bu yerda Ibn Sinoda filial ochilayotganini eshitib, olishga qaror qildik. Birinchi filial Uzoqlik qilardi bizga. Keyin kuzatib borardik. Berish niyatimiz bor, lekin baribir Uzoqlik qilardi. Shu bu filial ochilayotganini eshitib, xursand bo'ldik. Keyin siraz kontrakt tuzdik. Kutib olishligi juda ham yaxshi. Jamoa, administratorlik qizlar, Azraxiy qizlar kutib oldilar. Hamma narsani xo'jayin bilan gaplashib, hamma narsasi juda ham chiroyli. Saralash jarayonida matematikadan test ishladi. 70% yetdi. Uni keyin psixolog bilan gaplashishdi. Keyin psixolog bilan gaplashilgandan keyin psixolog biz bilan gaplashildi. O'sha o'g'limni natijasini, nima xohlab o'tganini, nima anaqasini, shu tomonlari ham yoqdi. Chunki psixolog ota-ona bitta bola bilan bo'lsa ekan, ham ota-ona bilan, ham bola bilan baravar ishlanar ekan. Keyin qabul bo'lar ekan. Shu tomonlari yoqdi. Chunki har bitta ota-ona bilan alohida psixolog shug'ullanar ekan, gaplashar ekan qabul jarayonida. Men birinchi bayratlartirgan psixolog ishlashini, keyin bolalarga bo'lgan munosabatda, bolalarni eshita bilishligi, bolalarning o'zini xohishi bilan shu kitob o'qiyotgani meni hayratlantirdi. Endi hali sentyabrda hali bor, endi boshlaymiz. Sentyabrda endi bolam o'qishga borsa, keyin u yog'ini Xudo xolisa shunaqa narsani men o'g'limda ham ko'raman deb umid qilaman. Shu kitobda bo'lsa kerak. Kitobga qo'yilgan mehrda bo'lsa kerak. Shu natijalar ham Xudo xolisa natijalarni, yaxshi natijalar ko'rildi-da. Mana qanday berishganligida natijalarni tanishtirib chiqsam, SAT, IELTS natijalar juda ham yuqori. Shu yaxshi natijalarga umid qilgan maqsadda biz ham Xudo xolisa yaxshi niyat qilamiz. Zo'r maktab Xudo xolisa bolalarning kelajagi uchun yaxshi maktabni tavsiya qilgan bo'lardim.